Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Yana yangi eshiklarimiz o'z nihoyasiga yetib, uyda egalariga topshirdik. Bu yerga Akfa zakaz qilishuvdi. Akfadan eshik romlar tayyorlab berdik. 5 ta rom. Bu yoqda 3 ta mana bu katta eshiklardan tayyorlab berganmiz. Uyimizning orqa tomonida yana 3 ta romimiz bor. Ular hammasi Akfadan bo'lgan. Toza Akfadan. Mana ko'rishingiz mumkin. Petlalari hamma yo'g'i hammasi Akfadan firminniy qilib berganmiz. Operatorimiz mana zamoylarini ko'rsatishingiz ham mumkin. Ochilib yopilishlari zo'r. Podogonni hamma yo'llari bilan qo'yib berganmiz. Xudo xolasa kimga shunaqa ishlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Nomerlarni pastdagi afishaga qo'yib qo'yamiz. Yana bir qator aytib o'tavering nomerlarni. Nomerlarimiz 99lik 177 70 66. Yopilishlari вообще zo'r. Ko'rib o'zingizlar baho bersanglar bo'ladi. Xudo xolasa biz ishimiz bitta MDF Akfa emas, MDF ham qilamiz. YouTubedan kirib ko'rsanglar, MDF Akfa hamma yo'q chiqadi. Xudo xolasa kimga shunaqa ishlar kerak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha chiroyli qilib yasab beramiz. So'raganlar uchun vizitkamiz. Kanalga yangilar obuna bo'lishni unutmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammaga rahmat.